Tutuşup gitti iş var. Şuna ustazlarımız bizge deydi, dünyada 4 xil adam var deydi. Birisi biladiğini biladigan adamlar. İkincisi biladiğini bilmeydigan adamlar. Üçüncüsü bilmeydiğini biladigan adamlar. Dördüncüsü bilmeydiğini bilmeydigan adamlar. Birincisi qanday adam desa, shu dal boya biz deganda ko'p anlagan, ko'p ko'rgan, ko'p qatnashgan, oz so'zlar egallaganlarni pishirib ko'nglida bir sistemini bilim nazariy qurilma aylandiq odamlar. Yani o'zi so'zlayotgan narsani, o'z doirasida so'zlayotgan narsaning nimaligini biladi. O'zining bu kasb ustida ma'lum yakunga ega ekanligini biladi. Ham boshqalar so'zlab beradi, o'rgata o'rgatganlarning asosi va o'zi ishonch bilan so'zlaydi, o'rgangan odamlarni isbot yakunlar bilan o'rganadi. Ular biladiganini biladigan odamlar. Bizdan o'zimiz jamiyatda hurmat qilayotgan odamlar shu olimlarimiz, haqiqiy jamoatga nihoyatda naf yetkazayotgan cho'ng kishilarimiz biladiganini biladigan odamlar ekan. O biladiganini bilmaydigan odamlar ekan. Bu adamlar o'rganadiki, kech kunduz tirishib o'rganadiki, kasbni egallaydi, lekin o'zidagi nazariyaviy amaliy bilimlarni boshqalarga o'rgatolmaydi deydi. So'zlab berolmaydi. Ularda notiqlik ilmi yoki so'zmanlik, joy-joyida jumlalarni qurashtirib, logikalik, nihoyat odamlarni bir qoyil qiladigan shunday sistemni so'zlaydigan iqtidor tuyan bo'ladi deydi. Bunda odamlardan jamiyatga, odamlarga ziyon yetmaydi, ammo foyda yetmaydi deydi. Uchinchisi o'zining bilmaydiganini biladigan odamlar deydi. Bu qanday odamlar desam, mushu ishni men bilmayman deb o'zini his qila oladigan, o'zini biladigan odamlarda bu kasbda mening bilimim yo'q. Shunga men so'zlasam bo'lmaydi. Bu doirada men gap qilsam, mening gapim oqmaydi deb bular shuni ko'p anglaydi ekan boshqalarnikini. O'zim bilmayman bo'lgandan keyin biladiganlarnikini ko'p anglaydi ekan. Endi bunda bilmaydiganini biladigan odamlardanmi ko'pchilikka, jamiyatga ziyon zahmat yetmaydi deydi. Endi to'rtinchisi o'zining bilmaydiganini bilmaydigan odamlar var deydi. Mush odamlar xatarlikka. Chunki u neden paran qilsam shu doir so'zlaydi ekan, to'xtamay. Bunimi bilmayman deb o'ylaydi ekanda, o'zining bilmaydiganini bilmay, men biladi ekanman deb so'zlaydi ekan. Shuni to'g'riliq so'zlasam, biladi ekan, bilmay deb so'zlaydi ekan. Taqsis to'g'riliq so'zlasam, bilmay deb so'z boshlaydi ekan, ammo hech qanday fikrning asosi yo'q, isbot yo'q, yakuni yo'q. Og'ziga kelganini so'zlaydi ekan. Bunday odamlarni bilmaydiganini bilmaydigan odamlar deydi ekanmiz. Jamiyatimizda shunday odamlar oz emas. Bular jamiyatga, odamlarga balkim zaho yetkazib qo'yishi mumkin. O'zining bilmaydiganini bilmay, bilaman deb so'zlab, o'zini hurmat qilayotgan, o'zini himoya qilayotgan, izzat qilayotgan bir to'p odamlarni o'zining og'zidagi sapsatisi bilan, qamlashmagan yo'l yo'riqi bilan boshqa bir egri bir yo'lga boshlab qo'yish mumkin. Shu bugun topshiriqni yaxshi ado qilganlardan ma'lumotlarni deb qo'yay dedim. Ko'p anglash, ko'p bilim egallash, ham o'z biladigan doirasida so'zlash, bilmaydiganni anglash so'zlamas. Shunga sen unda adam bu qanmaga bilmaydiganni bilmaydigan adam bo'lsak bo'lmaydi.